Tabassum qilib bera olasizmi? Bilmiyorum. Rahmat, bo'ldi. Tamam. Shu zavodda ishlash qiyin emasmi? Yo'q, Ishlar bilan qiynalmayapsizmi? yo'q. Ish boshqaruvchilaringizni qattiq deb eshitdik. Rostdan ham ish boshqaruvchilari shunaqa qattiq qo'lmi? Yo'q, ish boshqaruvchimiz yaxshi, Yaxshimi? mehr oqibatli. Urmaydimi sizlarni? Yo'q, yo'q, yo'q. Bir zavodda ishlagandan mamnunmisiz? Ha, mamnun. Ta'riflab bera olasizmi qanchalik mamnun ekanligingizni? İşim o'zimga yoqadi. Jamoamiz bilan ham jamiyat biza, bitta oila biza. Juda charchagan ko'rinyapsiz. O'zi Yeah. charchagan ko'ryapsizmi? Kam uyqulikda. Kam uyqulikdan? Bir kunda necha soat uxlaysiz? Endi men o'zi aslida 9:10 dan ertalab 5 gacha uxlayman. Siz mehribon boshqaruvchi ekansiz. Albatta, mehribon inson desangiz bo'ladi. Insonlarni yaxshi ko'rasizmi shunda? Insonlarni sevaman. Qaysi jihatlarini yana yaxshi ko'rasiz? Ishni. İşte mi? İşga erkin grafikada. Shu yoqadi. Siz o'shanda oyliklarni vaqtida berasizmi? Albatta, vaqtida beramiz. Hech qaysi xodim oyligim kam chiqyapti deb nolimaydimi sizga? Yo'q, unaqa bo'lgan emas, biroq hammasi vaqtida beradi. Hech qayerga jalba qilish niyatingiz yo'qmi? Yo'q, jalba qilish niyatim yo'q.